oxirgi anaqa kuchlilardan o'ynaganmiz. Ignatiy Nesterov qo'yardim. Chunki juda ham mehnatkash bola. Bu urovingga chiqishi ham o'zini mehnati evaziga olingan. Hozirgacha ham o'rtoqmiz. Hozir ham telefonda yarim soat oldin ham gaplashdik. Daqiqa o'tganda ham uni qo'yar. Himoyachilardan O'zbekiston chempionatida masalan Fevzi Davletov bilan o'ynaganman. Yosh edim, oxirgi yillarida Andijonda o'ynaganmiz. Juda ham kuchli himoyachi. Masalan, aql jihatdan ham anaqa urovini juda ham kuchli bo'lgan. Oporniy yarim himoyachilardan Ashaydarov, Odil Ahmedov. Endi Odil bizda Paxtakorda o'ynadi. Masalan, eng kuchli deb hisoblayman. Jasur Hasanov Eldor Shomurodov oldinda. Chunki o'zim birga o'ynaganman. O'sha paytda ham birga o'ynagan paytda ham aytardim. Sardor Rashidov bilan ham o'ynaganman. Как раз bitta krayda o'ynaganmiz. Sardor ham o'ng tarafda, anaqa Eldor ham boshida, keyin Samuel Babayan napadeniya qo'yishni boshladi. Sardor Rashidovni kallada uradig'inisi derdim-da Eldor. Mana молодец. Shu anaqaga erishdi. Shu 5 ta o'yinchi men uchun eng kuchli birga o'ynaganlarim ichida deb o'ylayman.